Salom. 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 Va hammaga salom bolalar. Sizlar bilan men Drake Minecraftga rochi bola bizlar bugungi videoda o'sha hamma so'ragan F5 modini qanday o'rnatishni o'rgatamiz. Video boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Aytgancha bu mod emas, ilova. Ha, obunachlar, to'g'ri eshitdinglar. Bu mod emas, ilova. Xo'sh, boriga shukr, yo'g'iga sabr. Endi esa biz birinchi bo'lib Google Play ilovasiga kiramiz va qidirish joyiga esa biz shu so'zni yozamiz. Ya'ni Keymapper degan so'zni yozamiz va okey. Xuddi shu ilovani biz siz telefoningizga o'rnatib olasiz. Keyin esa biz bu ilovaga kiramiz va sizda hech narsa bo'lmaydi. Siz esa boshqatdan plyusni bosasiz va qizil tugmani bosasiz. Keyin esa telefoningizdagi xohlagan bitta tugmani bosasiz. Mana masalan men ovoz baland qilishni, ya'ni volume up ko'rasizlarmi? Endi esa bu yerga biz action'ni bosamiz va bu yerdan esa biz add action'ni bosib, birinchidagi input key o'shani bosamiz. Endi esa bu yerda ko'rib turganlarda bir to'la key kodlar bor. Sizga keraklisi qaysi? Siz shuni poyezga kirib yozasiz. Mana masalan menga sizlarga va F5 kerak, to'g'rimi? Mana F5 yozdim va F5 key kodi chiqdi bola. Endi esa mana donni bosamiz va bu boshqaruvidagi mana oxirida o'sha bola turibdi hozir yaratgan. Endi esa xo'sh, yana bittani qo'shni o'rgataman. Masalan, F1 bor bolalar, kim biladi, to'g'rimi? Xo'sh, aytgancha bitta tugmaga ham ikkita keykoz qo'shsalar bo'ladi. Va mana bu yerda men F1 ni bosdim-da. Endi esa bu inventar va yurishlar hammasini ko'rinmas qilib qo'yadi. O'shanaqa. Xo'sh, okey. Endi esa biz Minecraftga kirib ko'rsatamiz. Mana bolalar, biz Minecraftga ham kirib oldik. Xo'sh, men sizlarga yana bir bor isbotlamoqchiman, bu mod emas. Bu mod emas ekanligini. Xo'sh, nastroykaga kiramiz va bu yerdan ko'rib turganlarda shaderim bor. Ikkita shader va bitta dynamic lights va kravadiya har xil rasmlar. Java modlarim o'zimni. Endi esa biz go. Mana biz Minecraftga kirganimizdan keyin esa xo'sh bolalar, bizga sirazi chatni bosamiz va bu yerdan biz probelni bosib turamiz va sizlar shunaqa chiqadi. Sizlar esa Keymapper o'sha qo'shilganini bosasiz va ko'ribsizki, sizda o'sha ishlayapti. Mana men o'sha tugmani bosyapman. Hop. Mana F1, mana F1 ishlayapti va F5 ham ishlayapti. Hammasi zo'r bosib tashlash shunaqa bo'ladi. Okey, mana hop. Ana. Yo'li. Ana mana sizlarga bo'la. Xo'sh. Bu video sizlarga bo'la men foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar kim tushunmagan va yoqmagan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Endi esa videoni davomini ko'ring. Bola, buni bitta muammosi bor. Shu ilovani yoqqaningizdan keyin siz klaviaturani yoqa olmaysiz, hech qanaqa narsalar yoza olmaysiz. Klaviatura bossangiz ham ochilmaydi. Shuning uchun endi buni qaranglar. Siz shu ilovaga kirasiz va shu tugmani bosasiz, choose keyboardni bosasiz. Bu yerda siz keyboard yoki klaviatura Samsungni bosasiz va keyin bo'ldi. Muammo yana hal va sizning klaviaturangiz yana ishlaydi va ochiladi. Va mana bola, yana endi bizning klaviaturamiz ochiladi. Biz любой narsalar endi yozishimiz mumkin. Buni shunaqa qilish kerak edi. Zato F5 bor, to'g'rimi? Xo'sh, mayli, bugungi video shulardan iborat edi. Aytgancha bolalar, sizlar meni Telegram kanalimga kirishinglar kerak. Chunki mening Telegram kanalimda 1.1.5 uchun modlar tashlanadi. Da Minecraft. Xo'sh, ko'rib turganlar. Okey. Xo'sh, bir chetdan boshlaymiz. Mana ko'rib turganlarda o'sha modlar tashlanadi. Obuna bo'ling. Slendermanni tashlaganman, Craftsman shaderni tashlaganman. Da o'sha hamma so'ragan oldinlari Java'ni ham tashlaganman.
Xo'sh, meni totemim teksturasi meni rasmim, lekin bug bo'lib ishlamaydi. Tashlab qo'yganman-da. Xo'sh, keyin esa men bu shader. Bir tochka uchun shaderda Skyblock shaxsan o'zim qurganman bo'ladi. Agar kim o'tkazishni bilmasa, o'tkazishni o'rganaman. U ham bitta video bo'ladi-da, shorts bo'ladi. Xo'sh, okey, bo'ldi. Bu ya'ni Keymapper degan ilova Любой Minecraftga tushadi. Bir tochka.